3 qism. Paksat o'zining uyiga chiqqandan keyin Nigar uningga mehribonlik qildi. Chunki Paksatni ko'ndirishga vaqt va yaxshi muomala ketadi. Mana hozir Paksat bilan Kamal burunqidek yolg'iz emas edi. Nigar va o'g'li ularga hamroh edi. Bu kunlarda Kamal Nigarni bakla hurmat qiladigan ham fikrlarga qo'shiladigan bo'lib qolgan edi. Buningdagi tub sabab bo'lsa, uning Paksatni o'z ko'rganligidan edi. Paksatmu har doim Kamalni kulki chiray ko'rganlik uchun xushal edi. Ba'zi vaqtlarda Paksat uyga xushallikning, xotirjamlikning qaytadan qadam tashrif qilayotganligini his qilgandek bo'lib qoladi. Balam, qo'rsiqingiz ochdimi? Siz qaysi tomoqni yaxshi ko'rasiz? Danga, men shuni qilay. Kiyimlaringizni mehnat qilib etmay, ukangiz bilan billa o'ynang balam. Bo'lamdi. Balam, haras. Sizga bir qo'l yangi kiyim oldim. Almashtirib eling. Buni yeningizga sap qo'ying. Maktabda pul lozim bo'lib qolsa ishlatasiz. Nigar davomli Kamalning oldida Paksatga shundoq deb qo'yadi va yanchiqidan 1-2 yuan pulni chiqarib, uningga tutqizadi. Kamal bo'lsa, bu so'zlardan xush bo'lib, o'zini qo'yarga joy topolmay qoladi. Vaqtning o'tishiga ergishib, Paksatmu o'gay opasiga ko'nib qoldi. Nigarmu uni indaki keltirganidan, o'ziga yaqin qilolganidan shodlanib ketadi. Lekin endi Paksat uchun bu baxtli kunlar oyoqlashib qolyotdi. Oylar o'tib, uning yomon kunlari boshlangan edi. Nigar o'zgarishga boshladi. U qo'polishib ketyotdi. Paksat o'zining bu kunlarni hamon ko'rdiganligini ko'ngli sezib tursa-mu, o'ylashga petinolmaydi. Necha vaqtdan maktabda o'qib yurib, uydami ko'p turmaydigan Paksat ta'til boshlanishi bilan ko'pincha vaqtni uyda o'tkazishga majbur bo'lgan edi. U 8 yoshdan oshgan bo'lib, xeyli bir ishlarga kerakligidek yoshda edi. Albatta Nigarning uning kuchidan foydalanishi turg'anli gap edi. Opasidan ayrilganiga shuncha uzun kunlar bo'lgan Paksat Nihalni seg'inib ketdimi qandoq, ta'til yetib kelishi bilan opasini to'la o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Nigarning har qatam o'g'li Rustamni Utdan, oppoq bolam, umoq bolam. Ala buni yigit, aqling to'lsin bolam. deb arkiltishlarini anglaganida yuragi jig'ildab, Nihalga bo'lgan seg'inish o'tlari tiximi bak avib ketadi va ayni yillari opasining o'zini shundoq sevishlarini, quchoqlashlarini aslab, ko'zlari yoshga liq to'ladi. Peshayvondagi supuda Nigarning Rustamga oshxona uydan nimanidir bir narsani elib chiqib, o'ziga orqasini qilib o'tirib yegizayotganligini ko'rgan Paksatning yoshlari ixtiyorisiz taramladi. Onun bo'g'im bo'lsaydi, mendan yoshirin ish qilamidi. Uning xiyollari g'ayrib edi. Paksat bilan ko'rishib chiqishni o'ylagan Farida darvoza oldiga kelib, qaqqan qo'ziqdekla turib qoldi. U ko'z oldidagi bu manzaraga hayron bo'lib o'tdi. Paksatning bo'yin qisib, Nigarga qarab o'tirishi uning ichini siyirgan edi. U aldirab kelibla Paksat bilan ko'rishdi va shu daqiqa ichida Paksatni opasi bilan ko'rishtirishni o'yladi. Seni ko'rib chiqay deb kirgan edim, Paksat. Yaxshi turdingmi, bolam? Uzun bo'ldi, yenimga chiqmadi, dedi Farida uningga tabassum qilib. Paksat gap qilmay turadi. Nigar bo'lsa, yaxshi turdingmi, bolam deb ketganini, saran xotinni. Men urib tillab, osh yalg'ash qo'ygandek texi.
Yaman aytishlarni qanday qilay? Senlarga zodi jim turib bergan gunoh o'zimda. Bu yalan deyishlar. deb g'o'dirab qo'ydi Nigar. Farida Nigar bilan mundaqli salomlashgandan keyin Paksat bilan ozroq paranglashib chiqib ketdi. Paksat Faridaning so'zlariga "Ha, shundoq, ma'qul" degandek javob berdi. Shu kunlarda u bakli kamso'z bo'lib ketgan edi. Farida bugun kechlik tamoqqa Nihalni chaqirtib akeldi. Kechlik tamoqqa yaqin Farida yana oldirash Paksatning yeniga kirib keldi. Biroq bu vaqtda Paksat Nigarga yordamlashib yo'lda tikayotgan edi. "Paksat, bu yoqqa kela bolam. Sana bir narsa ko'rsatay. Ko'rishni xohlamsan?" Farida shundoq deganicha Paksatni elib chiqib ketdi. "Texi, mendami beso'roq bolani elib chiqib ketyotadi-ku bu. Gap qilmasam, ajab o'zini bilmadi desa, xap. Endi ko'rsan-ku qolganni." Nigar ochiq bilan darvoza tarafga qarab qo'ydi. Onasini ko'rgan Paksat bakli xush bo'lgan edi. Ishkaylan hali uzung'ich paranglashib ketdi. Farida bir albomni ko'tarib chiqib, ularning kashmishlarini aslatdi. Rasm arlab etib, opsining bir parcha suratiga ko'zda tushgan Paksat u suratni yanchiqqa soldi. Farida bilan Nihalmo bak ortiqcha o'ylab ketmagan bo'lg'ashqa boshqa so'z qilishmagan edi. Tamoqdan keyin Kamalning oldirtishi bilan Paksat opsiga qiymagan holda yenib chiqdi. "Mayli qayerda bo'lay, seni menga yaxshi ko'raman Paksat. Seni har vaqt aslab turaman. Maktabda yaxshi o'qigan. O'rganishlaringni qoldirma. Boshqalar bizga yomonlik qilsa-mu, hargizmi ularga yomonlik ko'zlamasligimiz kerak. O'zingdan cho'nglarni hurmatla." Nihalning bu nasihatlari Paksatning quloq tubida jaranglab turadi. U uyga qaytib chiqdi. Kechacha suratni maydasiga besib, derizdan tushib turgan oy nurining g'uva yo'riqidan rasmga uzoqdan uzoq qarab ketadi. Shu xayollar ichida u o'zining soat nechida uxlab qolganligini bilmaydi. Sahar soat 7 bilan Nigarning sat varqirashlaridan cho'chib uyg'onib ketgan Paksat nemish bo'lganligini anqirolmay qolgan edi. U ko'zini ochganida bo'lsa, oqshomgi surat yenida yo'q edi. Nigar bo'lsa ho'ylada Kamal bilan urushayotgan edi. Buning birdan bir sababi dal oqshomgi surat edi. "Bu uyda mening o'rnim zoti qanchalik? Bu nima endi? U xudoni seg'inib ketgan bo'lsang, balangga rasm tutqizib yurmay. Menga desang, uni o'zim akilib berdim emasmi? Balangnimi yomon olmay, o'zimning bolasini chora ko'rib beqivatsam, yana nimishqa bunda qilasan?" Sen nim davatsan Nigar? Men nim qildim? Qaysi rasmning gapni qilyapsa? Gaplaringni zodili tushunmay qoldim-ku. Aniq degina, zodi nim bo'ldi? dedi Kamal Nigarning so'zlarini tushunmay. Nigar Nihalning suratini kuchab Kamalning oldiga otdi. Rasm uchib Kamalning yeniga kelib to'xtadi. "Men-ku mushu rasmning gapini qilyapman. Kechidan buyon balang mushu rasmni quchoqlab yetibdi. Buni uningga sen bilmasan kim beradi? U o'zi nerda topadi? Mushu uyga kelganimdan buyon yaxshi bo'lish uchun qimig'inim qoldimi mening? Shunda qilsam yana yomon ko'rinib chetga qilaman. Israt sana Kamal, bunda qilishingni o'ylab boqmabdimi?" "Ey Nigar, bu rasmning ishidan xabarim yo'q." Kamalning shundoq deyishlarini kar qilmagan Nigar ochiq bilan vaqirmoqda edi. Paksat uy ichida. "Men hatto opamning bir poch rasmini saqlayamasmanmi?" degunicha Nigarning harakatlariga diqqat qilib turadi. Kamalning ochiq bilan "Paksat! Paksat!" deb chaqirishi bilan u bakli jiddilashib titrab ketdi. O'ylig'i chiqmasa, Kamalning shu ochiqi bilan yugurib kirib, o'zini urib ketishdan qo'rqqan Paksat asta mengib dadasining yeniga chiqdi. "Bu nima? Suratni nerdan topdi? Sana kim berdi buni? Ha?"
so'radi Kamal ochiq to'lgan ko'zlarini Paksatning qo'llashmayotgan harakatlariga va miskinlik chaqnab turgan ko'zlariga tikib. Dada bu opamning surati tunugin albom orlab etib ko'rgandi. Uning ovozlari titrab ketdi. Ey shum, yana yushirib qo'yganlaring bo'g'ishmamdi. Rost gap qila. Bo'lmasa bo'yningni uzibli bitimi. Mana berib hammani ipga. Kamalning so'zlari to'xtamaydi. Paksat yig'lab turib aytdi. Faqat bu bir parchisini ip qolgandim. Qolganlarini bilmayman. Rost bilmayman. Yolg'on aytding. Sen bilasa, yo'shirib qo'yding shundaqmi? Yolg'on gap qilganingga mana hamsa. Kamalning suratni Paksatga ko'rsatib turib yirtib etishi uning yig'isini texmo avjiga chiqargan edi. Dada, bunda qilmagan gidim dada. U degan opamning surati. Bunda qilmagan dada. Paksat yugurib berib dadasining qo'liga esildi. Biroq Kamal Paksatning dumbillariga, mo'rillariga va boshlariga shaplaqlarni yomg'irdak yoqtirib etgan edi. Yo'q, u degan mening o'z opamning surati. Aychiba uni saqlaganimmi gunohmi? Eg'zingni yum axloqsiz shit. Atdeganni kayfimni uchilarning oz kelgandek. Eski rasmni saqlab, opam bilan meni urush qildi. Opam senga shunday yaxshi muomala qilib atgan turuqliq, yana nimishqa bunday kamaqillik qilsa? Bundan keyin yana bir parcha surat ko'rib qoladigan bo'lsam, xip to'xta. Bo'yningni uzib bitma. Anladingmi? Dedi Kamal varqirab turib. Paksat bo'lsa, yirtib tashlab etilgan suratga zan salmoqda edi. Niholning mehribonlik temib turadigan ko'zlariga qaraganida Paksatning ko'zidan ikki tomchi yosh sirg'ib tushdi. Nigar bo'lsa, ko'nglida chavoq chelib urush tepib olganiga xo'sh bo'lib, chiroylarini necha xil o'zgartib, kulkisini zo'rig'i besib turardi. U asta Paksatning yeniga keldi. Xiyolichi bo'lsa, bayatdan beri Kamal bilan deyishganlarini Paksatni bilmaydi deb o'ylaydi. Paksat, dadangning sal achchiq gap qapti bola. To'g'ri tushunayli, ha? Senmi birdam aramayvag'in. Men choy tayyorlay, dedi Nigar. Uning shu saxtliqlaridan qattiq g'azabi o'rlagan Paksat Nigarning o'zining beshini silash uchun ko'targan qo'llarini silkib etib, uning ko'zining ichiga tikildi. Nigar sal izot tatdimi qandaq ko'zlarini uningdan qochirib oldi. Qo'ylarni qara. Gadinning yomonligi bayni Nihol sarangni do'rdi. Yo'qol ko'zindir. Kamalning shu so'zi bilan Paksat yugurgan peti uydan chiqib ketdi. Mushu ishdan keyin Nigar Kamalni Paksatni sallab gap qiladigan bo'lgan edi. Apsning bir tal suratini saqlay olmaganligidan, birda o'zining bexastaligiga achchig'i kelsa, birda o'gay apsiga achchig'i keladi. Kamalmu uylangandan buyon mana shundoq o'zgarib ketgan edi. Nigarningla so'zini rost qiladi. Shu ishlar bilan bugun kech bo'ldi. Biroq ta hozirgacha Paksatning qarisi ko'rinmaydi. Kamal odatda tushlik tamoqqa uyga kelmaydigan bo'lg'ashqa Paksatni uyda deb o'ylaydi. Lekin ishdan kelgan Kamal uyga kirib hali uzungacha Paksatni topolmagan edi. Paksat qani, u yo'qqa. So'radi Kamal Nigarga qarab. Elg'ich gap qala, saqlab tursak. Nigarning so'zidan keyin hech kim gap qilmadi. Qorong'u kechida atrof jimjit edi. Noy ichida charlayotgan soqchi mashinalarining palpul yondirilgan chiroqlari yo'llarda tutuq yo'riqlik hosil qilib turardi. Paksat bo'lsa azoblarga asir bo'lib, nishonsiz ketib o'tadi. Meni mushkullarda qolsin deb tashlab ketdingmi, oppa? Dunyoda ikkimizdek baxtsiz insonlardan
yana birisi bormidi deysa. İkkimizning baxti shafqatsiz insonlarning qo'liga tashlanib ketdi. Zulmlar ham osaqlarga tujar bo'ldi. U o'z-o'ziga pichirladi. Bu kechida sirtda nima qilyapsa bolam? Charlash atirtidan kelgan xodimning bu so'zidan Paksat duduqlab ketdi. Man seni uyingga olib qo'yay bolam. Kechada sirtda yursang bexatar bo'lmaydi. Ham ota-onangmi sendan ansirab qoladi. Yo'q, men ketmayman. Dadam meni yana urdi. Paksat ig'izni umchaytib turib shundoq dedi. Yo'q, bolam, olmaydi. Qo'rqma, men bor. Yura, uyingga borayli. Sen yo'l boshlagan. Men seni olib qo'yay. Charlash xodimi yo'lda mang'ash, Paksatning oila ahvolidan biraqur xabardor bo'lgandan keyin uningga bo'lgan his-tashligi eshiyotatdi. Mashina qora oldiga keldi. Ular uyga kirishdan burun charlash xodimi Paksatga bir kichik qog'ozchini tutqizib dedi. Balam, buningda mening telefon nomerim yozilgan. Qanday ish bo'lsa, menga telefon qilsang bo'ladi. Sana yordam qilaman. Paksat uning so'ziga beshini yenik langshitib qo'ydi.